Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bizning kichkinagina fermamiz obzori. Eshikdan kirishda chap qo'lda mana yo'ldalarda alohida qilib qo'yganmiz. O'tiga tuxum tuqqani joy qilib qo'yganmiz. Aslida yashirin tuxum qo'yishga mos. Bitta o'ras qo'shib qo'yganmiz akalar. Bu yerda jo'jalar bu YouTube'da mashhur bo'lgan dakanim. Ko'katlar tashlab beryapmiz. Bu ikkita xo'rozimiz. Ajratib qo'ydik. Endi har kuni boshqa xo'rozlar qo'shib turamiz. Bu yerda bu dakamning katagi. Bu yerda kichkina katagida kurkimiz yotibdi, xudo xolasa. 1-2 kunda ochib qoladi. Bu bitta katayimizda hashakalar. Oddiy hashakalarimiz. Suvlarni qo'yib qo'yganmiz, xudo xolasa keng. Tuxum tuqqan joylari bor. Videoni ko'rib like bosmasdan chiqib ketish vijdonlaringiz qiynalsa kerak. Bu yerda yaponchalarning katagi bu yer. Tuxum tug'adigan joylari mana shu bittasi yotibdi ekan. Tuxumlar tug'ishyapti mana. Yaponchalarga bet. Bularimiz o'tgan yil qishda ochilgan jo'jalar. Men kechki bo'lib qoladi deb o'yladim, lekin ertaki bo'lib qoldi bular. Ancha yirik. Xo'p, bu o'sha mashhur dakan. Akalar, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarni ham qo'yaman.